Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Diqqat, tezkor xabar. Rossiya migrantlar uchun medosmotr qoidalarini kuchaytirmoqda. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. Davlat Dumasi migrantlar uchun tibbiy ko'rik qoidalarini o'zgartiruvchi qonun loyihasini qo'llab-quvvatladi. Bu haqda Sog'liqni saqlash qo'mitasi rahbari Sergey Leonov ma'lum qildi. Endi Rossiyaga 90 kundan ortiq vaqtga kelgan chet elliklar kirishdan keyin 30 kun ichida majburiy tibbiy ko'rikdan o'tishlari shart bo'ladi. Ilgari ularga buni amalga oshirish uchun 90 kun muddat berilgan edi. Tekshiruv natijalari haqidagi ma'lumotlar yagona sog'liqni saqlash tizimiga, shuningdek Ichki ishlar vazirligi va Rospodrebnadzorga yuboriladi. Agar muhojirda xavfli yuqumli kasalliklar aniqlansa, u Rossiyadan deportatsiya qilinishi mumkin. Tibbiy ma'lumotnomalarni soxtalashtirish jinoyat hisoblanadi va 8 yilgacha qamoq bilan jazolanadi. Shuningdek, 28-yanvarda Ichki ishlar vazirligi va ta'lim tizimi o'rtasida axborot almashishning yangi tartibi kuchga kirdi. Endi agentliklar maktab va kollejlarda o'qiyotgan chet el fuqarolarining farzandlari haqida muntazam ravishda ma'lumotlar almashib turadi. Manba Migrant.uz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Tezkor xabar. RUID ilovasi orqali oldin ariza berib, Rossiyaga kelish 1-o'yindan boshlanadi. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. Xuddi shu sanadan Rossiyaga vizasiz ishlash va o'qishga kelayotgan xorijliklar kelishidan 72 soat oldin RUID ilovasi orqali avval ariza berib, keyin Rossiyaga kelishi shart bo'ladi. Rossiya IV bu eksperiment muddatini 2027-yil 31 dekabrgacha uzaytirishni ham taklif qilmoqda. Eslatib o'tamiz, RUID ilovasida ro'yxatdan o'tib, keyin Rossiyaga kelish tartibi 2025-yil 30-o'yindan boshlanishi kerak edi. Biroq ilova ichida kuzatilgan nosozliklar sabab unda ro'yxatdan o'tish va kelishdan oldin ariza berish ixtiyoriy qilindi. Endi ma'lum bo'lishicha, yana majburiy bo'ladi. Manba Migrant Mobil. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. Diqqat, tezkor xabar. Rossiya arzonroq ishchi kuchini qidirmoqda. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. Rossiyada tobora ko'proq ish beruvchilar MDHdan kelgan an'anaviy migrant ishchi kuchidan voz kechib, Janubiy va Janubi-Sharqiy Osiyodan ishchilarni yollashni boshlamoqda. Bular qatoriga Hindiston, Bangladesh va Xitoy fuqarolari kiradi. Bu o'zgarishning asosiy sababi puldir. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan migrantlar so'nggi yillarda yuqori maosh talab qila boshlagan. Ular tobora ko'proq oyiga $1000 va undan yuqori daromad so'rashmoqda. Ko'pgina kompaniyalar, ayniqsa qurilish, logistika, qishloq xo'jaligi va tozalash sohalarida bunday xarajatlar juda katta bo'lib bormoqda. Shu bilan birga Osiyo mamlakatlaridan kelgan ishchilar kamroq, taxminan oyiga $700-800 ishlashga tayyor. Bu biznes uchun sezilarli tejashni anglatadi. Shuning uchun ish beruvchilar tobora ko'proq Osiyoga qarab, xarajatlarni kamaytirish va foydani saqlab qolishga harakat qilmoqda. Biroq bir ishchini boshqasi bilan almashtirish ham yangi muammolarni keltirib chiqaradi. Osiyodan kelgan ko'plab ishchilar rus tilini kam biladi yoki umuman bilmaydi. Bu esa ish beruvchilarni tarjimonlar va o'qishga vaqt hamda pul sarflashga majbur qiladi. Hujjatlarni rasmiylashtirish, uy-joy bilan ta'minlash va kundalik hayotni tashkil qilishda qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Bundan tashqari, bu ishchilarning ishga, intizomga va xavfsizlikka yondashuvi odatiy yondashuvdan farq qilishi mumkin. Mutaxassislarning fikricha, bu odatiy bozor reaksiyasi. Ishchi kuchi narxi oshganda biznes arzonroq muqobilini qidiradi. Ularning fikricha, kelgusi yillarda kompaniyalar tobora ko'proq aralash jamoalarni tashkil qiladi va turli mamlakatlardan kelgan migrantlarni ish bilan ta'minlaydi. Migrantlar uchun bu raqobatning kuchayishini anglatadi. Ish o'rinlari kamayib bormoqda va talablar qattiqlashmoqda. Ish beruvchilar tobora pastroq ish haqiga ishlovchi va yangi sharoitlarga tezroq moslashishga tayyor bo'lganlarni tanlamoqda. Manba Migrant.uz.
Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada dvorniklar yetishmayapti. Migrantlar daromadliroq ishlarga ketmoqda. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Bu haqda to'liq bilib olasiz. Yanvar oyida yog'gan kuchli qor katta muammoni ochib berdi. Ko'plab shaharlarda hovlilar va ko'chalarni tozalaydigan odam yo'q. Boshqaruv kompaniyalari ko'cha tozalovchilarini ular taklif qiladigan narxlarda topish tobora qiyinlashib borayotganidan shikoyat qilmoqda. Ilgari bu turdagi ish ko'pincha migrantlar tomonidan bajarilardi, ammo hozir ko'pchilik migrantlar bunaqa ishlarda ishlashni istamayapti. Sababi oddiy, qishda og'ir jismoniy mehnat va ish haqining pastligi. Masalan, Moskvada ko'cha tozalovchi oyiga o'rtacha 56 ming rubl maosh oladi. Kuryerlar 120 ming, 200 ming rubl, ba'zan undan ham ko'proq pul topishlari mumkin. Farqi juda katta. Sankt-Peterburg rasmiylari ilgari taksi va yetkazib berish xizmatlarida ishlagan migrantlarga kommunal xizmatlarga o'tish imkoniyatini taklif qilish orqali muammolarni hal qilishga harakat qildi. Ammo deyarli hech kim bu ishlarga rozi bo'lmadi. Odamlar osonroq va daromadliroq ishlarni tashlab mashaqqatli qor tozalovchilik qilmaydi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, uy-joy kommunal xizmatlari sohasida uzoq vaqtdan beri mablag' yetishmayapti va bu ish sharoitlari og'irligicha qolmoqda. Shuning uchun migrantlar boshqa kasblarni tanlashadi yoki dastavka yoki taksi xizmatlari cheklanmagan mintaqalarda ishlashlari mumkin. Manba Migrant.uz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. Diqqat, tezkor xabar. Rossiya migrantlar uchun medosmotr qoidalarini kuchaytirmoqda. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Bu haqda to'liq bilib olasiz. Davlat dumasi migrantlar uchun tibbiy ko'rik qoidalarini o'zgartiruvchi qonun loyihasini qo'llab-quvvatladi. Bu haqda Sog'liqni saqlash qo'mitasi rahbari Sergey Leonov ma'lum qildi. Endi Rossiyaga 90 kundan ortiq vaqtga kelgan chet elliklar kirishdan keyin 30 kun ichida majburiy tibbiy ko'rikdan o'tishlari shart bo'ladi. Ilgari ularga buni amalga oshirish uchun 90 kun muddat berilgan edi. Tekshiruv natijalari haqidagi ma'lumotlar yagona sog'liqni saqlash tizimiga, shuningdek Ichki ishlar vazirligi va Rospodrebnadzorga yuboriladi. Agar muhojirda xavfli yuqumli kasalliklar aniqlansa, u Rossiyadan deportatsiya qilinishi mumkin. Tibbiy ma'lumotnomalarni soxtalashtirish jinoyat hisoblanadi va 8 yilgacha qamoq bilan jazolanadi. Shuningdek, 28-yanvarda Ichki ishlar vazirligi va ta'lim tizimi o'rtasida axborot almashishning yangi tartibi kuchga kirdi. Endi agentliklar maktab va kollejlarda o'qiyotgan chet el fuqarolarining farzandlari haqida muntazam ravishda ma'lumotlar almashib turadi. Manba Migrant.uz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling.